Voy yo-mayo, kunam isib ketibdi, ertalabam bo'libdi. Pardalarni ochib qo'yish kerak tezroq. Kompyuterda nima yangilik ekan internetda? Hech qanaqa menga kerakli umuman yangilik yo'q. Xullas, bugun uyimda yangilik kiritmoqchiman. Qanaqa yangilik desalaring, xullas, bugun men mana bu yerdan taxtalar qo'ymoqchiman, mana bu toshlarni o'rnidan. Yaqinda qish keladi, toshlar esa muzlab qolishi mumkin. Shuning uchun mana bunaqa issiqqina taxtalardan qo'yaman va mazza qilib issiq uyda o'tiraman. Lekin birinchi navbatda ekinlarimni yig'ishtirib olmasam bo'lmaydi. Do'stlar, sizlardan iltimos tezroq kanalimga obuna bo'lib, videomga like bosib qo'yinglar. Mana Stefler sandig'ingda daraxtlar bor ekan-ku desalaring, yo'q, unaqa daraxtlar bo'lmaydi. Menga mana bunaqa oq daraxtlar kerak bo'ladi. Lekin bizning qishlog'imizda, o'rmonida bunaqa daraxtlarni topish juda qiyin bo'lib ketgan hozirgi kunlarda. Barchaga salom, sizlar bilan Stefler, xush kelibsizlar meni yangigina videomga obunachilar. Davay tezroq kanalimga obuna bo'lib, videomga like bosib qo'yinglar, chunki 98% odam obuna bo'lmasdan ko'rar ekan. Tezroq obuna bo'lib qo'yinglar. Tezroq bu kanal birga bo'lish kerak. Iltimosim, yerda qoldirib ketmaysizlar degan umiddaman. Davay hoziroq obuna bo'lib qo'yinglar. Davay bo'lmasam obuna bo'lgan bo'lsalaring, sizlarga kattakon rahmat. Videoni ham oxirigacha ko'ringlar. Okay. Xo'p, davay birinchi ekib chiqamiz. Bizdan nima ketibdi? Olamiz va shunday ekib chiqaveramiz. Okay va bo'ldi, bug'doylarni qilib bo'ldim. Endi mana bu kartoshkalarni olamiz. O'tgangi videomda xullas sizga qaysi komanda yoqadi deb yozgan edim, hamma Real deb tanlabdi. Davay endi BMW yoki Mer, sizga qaysi biri yoqadi? Kommentariyaga yozib ketinglar. Okay. Xo'p, tezroq kartoshkalarni ham ekib chiqsam yaxshi bo'ladi va tezroq uyimga yangilik kiritar edim. Mana bu ekinlarni bekor sotib oldimda, juda ko'p vaqtni olyapti. Mayli, endi ekinlarni tozalashimiz kerak bo'ladi. Okay, video ham cho'ziladi va ko'proq sizlar bilan gaplashgan bo'laman. Xo'p. Bo'ldi. Okay, mana bu tarafga tushmadimi? Yo'q, bu tarafga tushmabdi. Obunachilar, meni videolarim sizlarga yoqadimi? Kommentariyaga yozib ketinglar. Qanaqa kamchiliklar bor videomni? Davay yozib ketinglar, shularni to'g'rilashga harakat qilaman. Davay yozib ketinglar obunachilar. Okay va bo'ldi. Mana bu sabzilarni ham ekib bo'ldik. Xullas, uyimning ichida ekinlarim juda ko'p edi. Hammasini birdan olib merga topshirib kelishimiz kerak bugun. Okay, mana bu va kartoshkani ham olamiz. Mana bu daraxtlar bizga umuman kerak emas, bir tiyinsiz, foydasiz narsa deganday. Xullas, mana bu yerga otib yuboramiz. Buncha daraxt kerak emas va bu anchadan beri turibdi, hech kim olmaydi bu daraxtlarni Minecraftda. Okay, xo'p, merni oldiga keling. Mana bu misrlarni qaranglar, ancha oldin shu yerga qo'ygandim, hali ham turibdi. Salom janob mer, mana men ekinlarni olib keldim hammasini. Bu safar ekinlarim oldingiga qaraganda juda ko'p janob mer. Ko'rdingizmi qancha ko'p ishladim. Xullas, keyingi oyligimni berasiz degan umiddaman. Albatta beradi-da, nima uchun mer bo'lib o'tiribdi. Mayli. Xo'p, davay bo'lmasam endi biz uyimizga qaratamiz bor e'tiborimizni. Mana bu yerni taxtadan qilish kerak. Xo'p, birinchi o'rinda biz o'rmonga borib daraxtlar chopib kelishimiz kerak. Xo'p, kirkani keyin olaman. Davay bo'lmasam mana bunaqa oq daraxtlar topib kelamiz endi qayerdandir. Xo'p, o'rmonda vobshi kamayib ketgan, to'g'risini aytsam, bunaqa daraxtlarni topish juda qiyinsa, mana bu tarafda ko'p ekan. Davay o'sha tarafga boramiz. Okay, xo'p. O'zinglarda nima gaplar, kommentariyaga yozib ketinglar, kanalimga ham obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlardan iltimosim faqatgina shu obunachilar, boshqa iltimosim umuman yo'q. Tezroq obuna bo'lib qo'ysalaring men xursand bo'laman. Mana bu yerda bunaqa daraxtlar juda ko'p ekan, lekin qishloqni oldi atrofidan olyapmiz. Stop, bu tarafda bunaqa daraxtlar juda ko'p ekan, men bilmagan edim. Hamma joyda qora daraxtlar bor deb o'ylagan edim.
Xo'p, mana shu yerlardan chopsak ham yaxshi bo'ladi-da. Mana shu ikkita daraxt yetadi. Endi uyimizga borishimiz kerak. Bir tog'ni ko'rmaymizmi qanaqaligini? Okey. Bu yerda deyarli hech narsa yo'q. U tarafda changlar umuman yo'q. Shuning uchun uyga qaytib ketamiz. Nursin oyog'im yo'may. Okey. Xo'p, tezroq sizlar ham obuna bo'lib qo'ysalaring vobshe chotka ish bo'lasida obunachilar. Mana bu yerda ham toshlar bor ekan, yaxshi bilib olganim yaxshi. Xo'p, kerak bo'lib qolishi mumkin-da toshlar. Xo'p. Mana bu merni uyini qaranglar, yo'nlari soft oltindan qilingan. Yo'mayo, mana bular hali beri ketish niyati yo'qqa o'xshayapti. Mayli, yana bir ikkita videomga chiqishsa ketishadi. Yana qayerda videolar chiqadi desalaring, ular kanalimga kirasizlar va pastroqqa tushsalaring kanallarim degan joyga yozib qo'yman. O'sha yerda ikkita kanalim bor. Ular yangi. Obuna bo'lib qo'yasizlar degan umiddaman. O'shalarga ham obuna bo'lib qo'ysalaring, ularga ham har kuni videolar chiqib boradi. Xo'p. Endi stop obunachilar. Xo'p, birinchi mana bu yerni qazib olish kerak. Okey. To'xtay, mana nimada obunachilar? Tushunursin like bloklarmi? Yo'mayo, uyimni tagida bunaqa izmurtli like bloklar nima qilyapti obunachilar? Yo'mayo. Stop. Yo'mayo, almozli ham bormi? Tushunursin shuncha payt men like bloklarni tagida yashadim yoki bironta jitel ataylab qo'yib ketganmi Stefler uchun deb yoki bironta obunachimmi? Bilmadim. Nursin obunachilar qaranglar buni. Yo'mayo. Buni tugay demayapti va tugadi. Yo'mayo. Buni joyida sindirish kerak. Kimdir kreativda qo'yib ketgan bu narsalarni. Davay izmurtlidan boshlaymiz. Nega hech narsa tushmadi? Nursin, nega shuncha xursand bo'ldim bo'lmasa? Stop. Nursin, mana bu izmurtlarni. Yo'mayo, qaranglar endi olmozni. Wow, rostdan ham haqiqiy bloklar ekan obunachilar. Vobshe men boyib ketdim. Davay, hammasini sindiramiz. Yo'mayo, okey. Xo'p, tezroq mana bu izmurtlilarni ham sindirib olamiz. Xo'p, tushunursin vobshe. Menda ot yo'q. Agar otim bo'lganda shunaqa narsalar qo'ygan bo'lsa edim. Tushunursin, endi bu pullarga BMW olamiz yoki qanaqa mashina olamiz? Kommentariyaga yozib ketinglar yoki Bugattimi. Davay sizlar kommentariyaga yozib ketsalaring o'sha mashinani olaman. Mana bu almozlarni qaranglar. Yo'mayo, xullas to'xtanglar-da, nega ishlamayapti? Okey, bo'ldi, ishladi. Tushunursin, mana bu almozni qaranglar ko'pligini. Yo'mayo, mana bu ham uzoqdan qanday ko'rinar ekan? Okey. Yaltirlashini qaranglar. Xullas, obunachilar, men kutmagan edim uyimni tagidan bunaqa narsalar chiqishini. Mana bular osmonda turibdi. Xullas, barchaga xayr obunachilar. Sizlar bilan men Stefler bo'ldim. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr obunachilar. Ko'rdinglarmi mana bu almozlarni? Yo'mayo. Xullas, nima ham dermiz? Hammaga xayr. Albatta kanalimga obuna bo'lib qo'yishlaring kerak, chunki birga bo'lish kerak deb boyadan beri aytayotibman. Davay tezroq obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlardan hech narsa ketmaydi-ku. Tezroq obuna bo'lsalaring menga ham yaxshi bo'lasidi. Iltimos, har kun video chiqarishga harakat qilaman. Sizlar obuna bo'lib qo'yinglar. Xullas, barchaga xayr.